Umuman ichingiz kerak bo'lmagan 3 ta dorini men sizga aytaman. Uchalasini ham siz bilmaysiz. Hattoki bu dorilar boshqa davlatlarda taqiqlangan, lekin sizga yoshligingizdan tanish. Birinchisi, hamma shamollaganda, og'riqlarda, choy ichganda ichib yuboradigan, doktorlarimiz sevib yozadigan o'sha Nimisulid, ya'ni Nimisil. Bu MPVS hisoblanadi. U AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Yaponiya va boshqa bir qancha davlatlarda taqiqlangan. Sababi jigarga toksik ta'sir ko'rsatadi, jigar yetishmovchiligini keltirib chiqaradi va jigarni quritadi. Bizda esa bu preparatni hattoki retseptsiz yosh bolalarga ham sotishadi. Ikkinchisi, yurakni tinchlantiradigan Karvalol tarkibida nima borligini bilasizmi? Tarkibida fenobarbital bor. Barbituratlar miyani tormozlanishga, depressiyaga olib keladi. Hattoki o'ziga o'rgatib qo'yish xususiyatiga ham ega. Ko'p davlatlarda bu dorilar narkotik guruhiga kiritilgan. Bizda esa kechqurun tilla tagiga tomizib yotish oddiy hol. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, sulfanilamidlar oshqozon ichak bakteriyalariga qarshi juda ham ko'p ishlatiladigan preparat hisoblanadi. Lekin u mutatsiya, allergiya, hattoki suyak iligining shikastlanishini keltirib chiqarishi mumkin. Yevropada 1990-yildan beri taqiqlangan. SNG davlatlariga keladigan bo'lsak, hali ham sotishyapti. Videoni do'stlaringizga tashlab qo'yib